Tom Soyerning sarguzashtlari. Har bir bolaning qalbida sarguzashtga, erkinlikka va kashfiyotlarga bo'lgan cheksiz ishtiyoq yashaydi. Ana shunday orzularni o'zida mujassam etgan qahramon bu Tom Soyer. Tom oddiy bola emas. U sho'x, topqir, jasur va hech qachon bir joyda tinib o'tirmaydi. Uning har bir kuni yangi voqealar, kutilmagan sarguzashtlar va qiziqarli sinovlarga boy. Ba'zan do'stlari bilan daryo bo'yida sayr qiladi. Ba'zan sirli g'orlarga kiradi, yana ba'zan esa yashirin xazina izlab yo'lga chiqadi. Ammo bu sarguzashtlarning har biri unga hayotning muhim saboqlarini o'rgatadi. Asarda chin do'stlik, jasorat, halollik, mehr-oqibat va mas'uliyat kabi insoniy fazilatlar yorqin aks etgan. Tomning eng yaqin do'sti Gek Fin bilan boshidan kechirgan voqealari kitobxonni hayajonga soladi. Ba'zan kuldiradi, ba'zan esa chuqur o'yga to'ldiradi. Amerikalik mashhur adib Mark Twain ushbu asar orqali bolalikning beg'ubor olamini, orzular va sarguzashtlarga boy hayotni mahorat bilan tasvirlaydi. Kitobxonning har bir sahifasi kitobxonni yangi voqealar sari yetaklaydi. Har bir bob esa yangi sirlarni ochadi. Agar siz sarguzashtlarni, kutilmagan voqealarni va unutilmas qahramonlarni sevuvchi kitobxon bo'lsangiz, Tom Soyerning sarguzashtlari aynan siz uchun. Ushbu asar sizni bolalik olamiga qaytaradi. Jasorat va ezgulikning haqiqiy kuchini his etishga undaydi. Kitobni mutolaa qiling va Tom Soyer bilan birgalikda hayajonli sayohatga otlaning. Balki navbatdagi sarguzasht aynan sizni kutayotgandir. Tom Soyerning sarguzashtlari dunyo kitobxonlari qalbidan chuqur joy olgan, avlodlar sevib o'qib kelayotgan nodir asarlardan biridir. Beshariq tumani axborot kutubxona markazi sizni ushbu ajoyib asarni mutolaa qilishga chorlaydi. Kitob o'qing, tafakkuringizni boyiting va yangi olamlarni kashf eting.